Toshkent shahrida davlat boshqaruvi tizimi uchun yangi avlod rahbar kadrlarini tayyorlashga qaratilgan muhim tashabbus kelajak liderlari qo'shma qayta tayyorlash ta'lim dasturiga rasman start berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida bo'lib o'tgan ochilish tadbirida mazkur dasturning mazmun mohiyati, uning mamlakat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati alohida ta'kidlandi. Ushbu dastur davlat xizmati tizimini rivojlantirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va istiqbolli kadrlar zaxirasini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-maydagi 78-sonli farmoni doirasida belgilangan ustuvor vazifalar asosida amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida boshqaruv samaradorlik agentligi tomonidan o'tkazilgan ochiq tanlov asosida demak saralangan 50 nafar ishtirokchi, tinglovchilar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ochiq tanlov asosida saralab olingan 50 nafar iqtidorli tinglovchi ushbu dasturda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdi. 5 oy davom etadigan ta'lim jarayoni 1080 soatlik kompleks dasturni o'z ichiga olib, davlat boshqaruvi, strategik rejalashtirish, liderlik va qaror qabul qilish kabi muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Dasturning asosiy jihatlaridan biri uning amaliy yo'naltirilganligidir. Tinglovchilar vazirlik va hokimliklarda amaliyot o'tab, real boshqaruv jarayonlari bilan yaqindan tanishadilar. Eng yaxshi natijalarni qayd etgan ishtirokchilar uchun xorijiy amaliyot dasturlari ham tashkil etiladi. Jumladan Koreya Respublikasining Inson resurslarini rivojlantirish instituti va Koreya xalqaro hamkorlik agentligi bilan aloqa yo'lga qo'yilgan. Darslar jarayonida nafaqat nazariy, balki amaliy jarayonlarga ham, real keyslarga ham to'xtalib tajribalarimizni oshirishga harakat qilyapmiz. Ahamiyatli tomoni bu shunchaki o'qish emas. To'g'ri, hammamiz tahsil olyapmiz, nazariyalarimizni boyityapmiz, amaliy tajribalarimizni oshiryapmiz, lekin maqsadimiz bitta. Bu yangi O'zbekistonda adolatli, shaffof davlat xizmatini yo'lga qo'yish va aynan davlat xizmatchilarini bu boradagi rolini mustahkamlash hisoblanadi va mana shu belgilangan 5 oy mobaynidagi o'quv dasturlaridan keyin har birimiz o'zimizni tizimimizni yanada rivojlantirish, ahamiyatlisi hududlarni rivojlantirishda bevosita davlatimiz rahbariga ko'makchi bo'ladigan kadrlar sifatida shakllanish uchun harakat qilyapmiz. Tadbir davomida so'zga chiqqan mas'ullar dastur maqsadi va vazifalari, davlat xizmatida yosh liderlarning o'rni hamda boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyatiga to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, dastur taqdimoti o'tkazilib, uning o'quv modullari, kutilayotgan natijalar va xalqaro imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. 5 oy davomida akademiyada amaliy mashg'ulotlar o'tashadi, mahalliy stajirovka, ya'ni vazirlik idoralarida, hokimliklarda rahbarlarga dublyor sifatida, ya'ni yonida birga yurib, amaliyotda shu qanaqa qilib rahbarlik qilish kerak, qanday ko'nikmalarni o'rganishligi bo'yicha amaliy bilimlarini oshirishadi. Bundan tashqari eng yaxshi faol tashabbuskor nomzodlar xorijiy stajirovkalarga yuboriladi. Dasturni yakunlagandan keyin nomzodlar bilan ularni yuqori lavozimlarga tavsiya etish bo'yicha choralari ko'riladi. Bu o'quv jarayon davomida ham davom ettiriladi, ya'ni o'quv jarayonlarida o'zlarini faol ishtirok bilan, bilim saviyasi bilan yaxshi natija qayd etayotgan nomzodlar baholanib boriladi. Tadbir yakunida ishtirokchilar o'rtasida ochiq muloqot tashkil etildi. Savol-javoblar orqali taklif va mulohazalar bildirildi. Kelajak liderlari dasturi bu faqat ta'lim emas, balki yangi fikrlaydigan, mas'uliyatli va samarali qaror qabul qila oladigan rahbarlarni shakllantirish sari muhim qadamdir.